Xullas do'stlar, ko'pchilikning muammosi bu ortiqcha vazn bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa 30 yoshdan o'tgandan keyin ko'pchilik ayollarda ham erkaklarda ham ortiqcha vaznni yig'ish anchada ko'payib ketadi va ortiqcha vazn ko'payib ketganining evaziga ko'plab kasalliklar vujudga keladi. Ayniqsa o'sha boshqa davlatda yurgan odamlar ortiqcha vaznni tez o'sha yig'ishini evaziga ko'plab kasalliklar kelib chiqadi va shunday bo'lmasligi uchun hozir sizlarga eng kerakli va samarali uslubni aytaman. Bu hozir sizlar aytishlaring mumkin, sport zalga chiq yoki fitness zalga chiq deyishni xohlayapsanmi deyishingiz mumkin. Lekin unaqa emas do'stlar. Sport zalga chiqayotganlar bemalol chiqib shug'ullanaveringlar. Bu ham juda ham katta sog'liqqa foydali, juda ham kerakli. Lekin men hozir sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, aytmoqchi bo'lgan sposob, ya'ni uslubim shundan iboratki, bu uxlashdan oldin har kuni 2 kilometr. Agar 2 kilometr bo'lmasa 1 kilometr bo'lsa ham bo'ladi. Boshlanishiga 2 kilometr yo yuguring, agar vazningiz juda ham katta bo'lsa, ya'ni vazningiz ko'proq bo'lsa, to'lachadan kelganroq bo'lsangiz, yuring. Ya'ni 2 kilometr uxlashdan oldin har kuni. Bu sizlarga ovqat hazm qilish jarayonlaringni tezlashtirib beradi, uyqularingni normallashtirib beradi. Agar yugurayotgan bo'lsanglar, har kuni uyqudan oldin yugurayotgan bo'lsanglar, yigitlarga ayniqsa testosteronni ko'tarishda ham yordam beradi. Ya'ni testosteronni ko'tarilganini qanday bilsa bo'ladi? Bunda ertasi kuni kayfiyatlaring juda ham yaxshi yuradi, tetik yurasizlar va uyqulik holati kelib chiqmaydi. Ya'ni lunch bo'lib yoki boshqa narsa bo'lib yurmaysizlar. Tetik, yaxshi, bardam baquvvat bo'lib, ishlaringni ham yaxshi qilasizlar. Bu narsa sport zalga borib 2 soat, 3 soat vaqt ketkazgandan ko'ra ancha osonroq va har kuni qilib bo'la oladigan ish bo'lganligi uchun, o'zimda shaxsan sinab ko'rganligim uchun sizlarga ham aytib o'tmoqchi edim va bu juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda albatta qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bilan albatta videoni do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.